Assalomu alaykum aziz hamyurtlar. Mana navbatdagi darvozamiz. Bu kichkina eshigimiz high-tech uslubida yasab berdik buni ham. Chekkalariga adnalchkalari bilan qora nerjenkalar yopishtirib berganmiz. Bu darvozamiz 2 qavatli holatda yasalgan. 2 qavatli high-tech fason darvoza qanaqa holatda bo'ladi? Orqasi deganlarga xuddi mana shu holatda bo'ladi. High-tech fasonning orqa tarafi shu holatda bo'ladi. Bu 2 qavatli varianti. Zaminlarimiz ham toza zamin, yangi firmaniki. Nerjenkalari qora. Ikkala adnalchkalari ham 20 sm dan adnalchka chiqarilgan. Darvozamiz Andijon shahriga olib kelib o'rnatdik. Darvozamiz polni materiallari qalin materialda ishlangan, 2 qavat shum izolyatsiya bo'lgan. Polni hamma joyi uchunka bo'lgan. Qalin material polni. Mana nerjenkasi ham 0.9 tenadan nerjenka, toza nerjenka yopishtirib berganmiz. Kraskilari Devo, toza banishni kraskasi berilgan. Kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, bemalol aloqa chiqaverasizlar.